Endi alimentni muammosiz undira olasiz. Videoga like bosing, batafsil tushuntirib beraman. O'zbekiston Respublikasi Oila kodeksiga muvofiq aliment miqdori aliment undiruvchi shaxsning daromadidan kelib chiqib hisoblanadi. Ya'ni agarda farzandlari 1 nafar bo'ladigan bo'lsa, daromadining 4dan 1, 2 nafar bo'ladigan bo'lsa, 3dan 1, 3 va undan ko'p farzandlari uchun aliment undirilgan taqdirda esa daromadining teng yarmi alimentga hisoblanadi. Misol tariqasida 3 million rasmiy daromad manbaiga ega bo'lgan, ya'ni 3 million oylik oladigan aliment undiruvchi shaxsdan 1 nafar bu farzand uchun 750 ming so'm, 2 nafar farzand uchun esa 1 million so'm, 3 va undan ko'p farzandlari uchun esa aliment sifatida 1,5 million so'm pul undiriladi. Bu holatda bir eslatmani aytib o'tish kerak. Har qanday holatda ham 1 nafar aliment undiruvchi farzandga undirilayotgan eng kam alimentning miqdori 306.075 so'mdan kam bo'lmasligi qonun bilan belgilab o'tilgan. Amaliyotda ko'ramizki, ba'zi bir holatlarda aliment undiruvchi shaxsning rasmiy daromad manbaiga ega bo'lmaydi. Shunday holatlarda alimentning miqdori nimaga qarab belgilanadi degan tabiiy savol tug'ilishligi mumkin. Ushbu alimentning miqdori O'zbekiston Respublikasida o'rtacha oylik ish haqidan kelib chiqib belgilanadi. Buni har bir aliment olmoqchi bo'lgan fuqaro yoki aliment to'layotgan shaxslarimiz mustaqil tarzda mib.uz saytidan tekshirib olishlari mumkin. Hozirgi kunda 1 nafar farzand uchun rasmiy daromad manbaiga ega bo'lmagan shaxslar 1,592 ming so'm, 2 nafar farzand uchun esa 2,122 ming so'm, 3 va undan ko'p farzand uchun esa 3,184,080 so'm aliment to'lashiga kerak hisoblanadi. Qonunchilikka ko'ra alimentlar sudga murojaat etilgan sanadan boshlab undirilishligi boshlanadi. Ya'ni buni qanday tartibda tushunsak bo'ladi? Ya'ni farzandlar bilan siz alohida yashayapsiz. Turmush o'rtog'ingiz farzandlaringizning tarbiyasiga, uning ta'minotiga yordam bermayapti. Ushbu jarayon 5-6 oy davom etgan bo'lsa-da, siz arizani keyinchalik topshirsangiz, o'sha oydan boshlab bu farzandlaringiz uchun aliment hisoblanadi. Agarda sizda ham aliment arizasini qanday yozsam ekan va qaysi sud organiga murojaat qilish kerak va qanday tartibda degan savollar mavjud bo'lsa, izohlarda savol so'zini qoldiring. Biz albatta siz bilan bog'lanib, sizning nomingizda arizani rasmiylashtirib, sud organlariga topshirishda amaliy yordam ko'rsatamiz. Ushbu kabi foydali ma'lumotlarni yo'qotib qo'ymaslik maqsadida Instagramdan Yunus Musayev sahifasiga obuna bo'lishda hamda videoni yaqin do'stlaringizga yuborib qo'yishni unutmang.